Milliy sertifikat savoli bu oldin tushgan savol, ko'pchilikda muammo bo'lgan. Demak, ko'pchilik buni parning masalasi deb eslab qolgan. Demak, misolda mana shu holat chizma berilgan. Mana bu parringni kirish eshigi parabola shaklda berilgan va unga urinma qilib mana bu yerda bitta kesma o'tkazilgan. Va degan chaqma urmaslik uchun degan AB kesma ham o'tkazilgan degan. Berilgan narsalar SG 16 ga teng, ya'ni mana bu qiymat 16 ga teng. KL 6 ga teng, ya'ni urish nuqtasi KL mana bu yergacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Bu keyinchalik mana buni olib kelsangiz, bu X bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi BY mana bu yergacha 8 ekanligi berilgan va Y yo'q deb belgilash kiritsak buni, buni X yo'q desak mana bu koordinata boshidan o'tadi. B nuqta 0 0 da turibdi degani. Demak, topish kerak burchak ADY ni topish kerak. Mana bu to'g'ri chiziq, burchak A, mana bu yerda D bor, ADY, ya'ni mana burchak tangisini topish kerak, keyin AB ni topish kerak degan savol ekan. Diqqat qilamiz. Demak, mana parabola shaklda bo'lgandan keyin, demak, bu o'z-o'zidan funksiya nollari 0 va 8 bo'ladi. Funksiya nollari 8 bo'lgandan keyin x ayrilgan 8 va kara x bo'ladi. Kara A deb yozdik. Shu A ni topish uchun bizga xo'p, bitta nuqta berilishi kerak. Xo'p, davom etaylikchi. Mana bu nuqta berilgan. Mana bu nuqta parabolaning uchi. Parabolaning uchi 0 bilan 8 ni qo'shib 2 ga bo'lsangiz parabolaning uchi keladi. Parabola uchi mana 4 ekanligi topilgan. Y0 16 ekanligi ham bor. Keltirib 16 ni qo'yamiz, buni o'rniga 4 ni qo'yamiz. Shu yerda A ni topsak -1 chiqar ekan. -1 ni qaytib o'ziga keltirib qo'yamiz. Y teng -x kvadrat qo'shilgan 8x funksiya paydo bo'ladi. Ya'ni parabolaning tenglamasi paydo bo'ldi. Ana endi biz urinma tenglamasini tuzamiz. Urinish nuqtasi aniq 6 da. Demak, mana bu yerdan bergacha bo'lgan masofa 6 bo'lsa, uni x ga proyeksiyalasak, demak, urinish nuqtasining x qiymati -6 ni o'zi ekan. 6 ni o'zi ekan. Demak, shu x0 6 ekanligidan urinma tenglamasi yozamiz. Urinma tenglamasi y urinma, y0 qo'shilgan y ostida x0, x ayrilgan x0. x0 teng 6 holatda urinma tenglamasi tuzamiz. Keltirib y0 topish uchun xo'p, funksiyani o'ziga 6 ni keltirib qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yilgan mana. Va hosilasidagi x0 kerak bo'ladi bizga. Hosilasini olsak 2x0 qo'shilgan 8 bo'ladi. x0 o'rniga 6 ni keltirib qo'ysak -4 bo'ladi. Keltirib qiymatlarni qo'yganimizda soddalashtirsak 36 ayrilgan 4x bo'ladi. Mana shu x0 dagi -4 qiymat mana bu burchak, ya'ni 180 minus alfani ox yo'qining musbat yo'nalishida hosil qilgan burchakning tanginisi. Ya'ni k teng tangingiz 180 ayrilgan alfa shu holatda. Demak, shu teng -4 bo'lsa, minus tangingiz alfani beradi -4, tangingiz alfa 4 ekanligi keladi. Shundan keyin o'tkir burchak, uni burchagi tangingiz musbat chiqadi. Mana birinchi savolga javob berdik. Ikkinchi savol, demak, mana shu urinma tenglamasi y yo'qini kesib o'tadigan nuqtasi necha qiymat bo'lsa, shu AB qiymatga teng bo'lib qoladi. Uni topish uchun biz x ga 0 beramiz, y ga 36 bo'ladi, AB kesimi ham 36 chiqadi. Misol mana shu tartibda ishlanadi.